Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugungi vlogimda San Fransiskodagi birinchi kunimni yoritib beraman. Planimiz bo'yicha hozir Caltrain'ga boraman. Caltrain'dan Stanford universitetiga boramiz. Stanford universitetini aylanaman. Hammasini ko'rsataman. Undan keyin kun bo'yi birlikda mitinglar bor va startapim ustida ishlashim kerak. Shunaqa, hozir mana bu uylar, shunaqa uylardan bittasidan apartment olganman. San Fransiskoda ancha sovuq ekan O'zbekistonga qaraganda. Hozir 18 graduslar atrofi va shamolli havo bo'lyapti. Qani ko'ramiz, oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Agar ko'proq San Fransiskoda kontent xohlasanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Bundan tashqari agar qanaqadir ideya, vlog ideyalar bo'lsa, yozib qolsanglar, shunaqa vlog olishga ham harakat qilaman. Hammaga rahmat. Hozir Caltrain stansiyasiga keldik, stationiga. Endi qo'laymiz. Ko'rdingmi shuni? Hech qanaqa chekam bermadi. Yo'q, bermadim. Menimcha bermadi. Shu. Hozir Caltrain'da trening qilib turibman. Hop, 10:31 da keladi deb yozibdi. Tanlanamchi 5 minut bor ekan. Judayam quyoshli havo, lekin judayam sovuq. 17 gradus. Sovuq, quyoshli. Menimcha juda zo'r havo, bahor havosi. Caltrain'dan tushdik. Stanfordga yaqinlashib qoldik. O'sha Stanford ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu Panamali ko'chalar oxirida Stanford. Shunaqa gaplar. Stanford meni o'z dream schoolim bo'lgan. Ya'ni Stanfordda eng anaqa universitet topshirayotgan dream school bo'ladi-ku. Shularning ichida meni Stanford bo'lgan. Ya'ni kirishni eng xohlagan universitetim bo'lgan. Lekin afsuski kirolmaganman. Va hozirda Toronto universitetida Kanadada o'qiyman. Va mana o'sha Stanford. Mana nihoyat keldik. Nasib qildi. Va nihoyat 20 minut walkdan keyin nihoyat Stanford universitetiga yetib keldik. Hop. Kiramiz, aylanamiz, ko'proq kadrlar olamiz. Va juda ham bir boshqacha feeling. Dream school bo'lgani uchun juda ham ko'p internetda ko'rganman, juda ham ko'p nima deydi? Campus turlarni ko'rganman Stanfordga. Lekin odam o'zi kelib ko'rishi baribir boshqacha. O'zi shu feelinglarni his qilib ko'rishi. Do'stlar, Stanford universiteti hozirda dunyoda adashmasam 3-o'rinda turadi. Va startaplar uchun, entrepreneurship, ya'ni o'sha tadbirkorlik uchun deydimi. Startaplar, tadbirkorlik, biznes muhiti bor. Eng zo'r universitetlardan biri. Eng katta unicornlar chiqqan universitet desa bo'ladi.
Shunaqa, hozir endi aylanib yana shu joyga chiqdim, aylangan joyimga. Hozir men shu to'g'ri yurishim kerak. Kampus turlarida shu universitet haqida maslahat beriladi yoki har xil universitet polностью aylanib chiqishadi. Bundan tashqari shu har xil dasturlar haqida universitet hayoti haqida umumiy tushuncha berishadi. Bu Torontoda ham bo'lib turadi. Ba'zida shu kampusda yurganimda ko'p 10-15 ta 20 ta ota-onalar bitta gid bilan aylanib yurgan bo'ladi universitetni. Zo'r narsa kampus tur. Agar masalan Amerikada yashaydigan bo'lsangiz, birorta universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, kampus turga borish maslahat bergan bo'lardim. O'zim ham borgan bo'lardim, lekin o'qiydigan davlatimda yashamaganman oldin. Xo'p, hozirgina obed qilib oldim. Endi o'tirib, ozgina ishlayman, mitinglarim bor. Mitinglardan tashqari shu startapim ustida koding qilishim kerak. Produktni yaxshilash kerak, ya'ni menga o'zi eng yoqadigan narsa build qilish, ya'ni nimadir loyihani qurish bo'ladimi, kod yozish bo'ladimi, eng yoqadigan narsalardan biri. Shunga Stanfordda build qilamiz. Endi Stanford Bookstore'damiz. Bu yerda Stanford merchlari, nima deydi, kiyimdan tortib, krushkayu, ruchkayu, bloknotu, papkayu, hamma narsa borda. Merch store, ya'ni Stanford logosi tushirilgan, Stanford bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa bor. Do'stlar, mana vlogimiz oxiriga ham yetib keldik. Bugun Stanfordni ko'rdim, aylandim. Juda ham chiroyli va tabiatlari ham zo'r kampus. Bu yerda o'sha innovatsiyalar, startaplar, texnologiyalar eng rivojlangan va eng prospekti katta bo'lgan studentlar o'qiydigan joy. Va nasib qilsa harakat qilamiz. Hali ham Dream School'im, hali ham imkoniyatlar bor Stanfordga kelganda. O'zimga yana bir maqsad qo'ydim Stanfordda o'qish uchun. Stanfordni o'zim kelib ko'rganimdan keyin oldin faqat YouTube'da boshqa o'qiydigan bolalarning vloglarida ko'rgandim va yana bir niyat qilib qo'ydik. Xo'p, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Men iloji boricha zo'r kontent chiqarishga harakat qilaman San Fransiskodan, iloji boricha texnologiyalar haqida, iloji boricha startaplar haqida yoki o'zimning loyihalarim haqida. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar va qanaqa kontent ko'rmoqchi bo'lsangiz, keyingi safar shuni yozib ketinglar. Men harakat qilaman sizlarni qiziq bo'ladigan kontentlar qilishga. Hammaga rahmat.